Erkak kishida haybat degan narsa bo'ladi-da. Shu bir xil boya aytganingda to'g'ri, ko'p puli bor odam bor, lekin hurmati yo'q. Любой muammoni hal qiladigan narsa bu pul bo'ladi, bilasan? Pul hamma narsani otosi bo'ladi. Sizlarda ham shunaqami, qanaqa? Men agar pul hal qilmasangiz, katta pul hal qiladi. Ha, u problemani pul hal qilmasa kattaroq pul hal qiladi, to'g'ri. Pul hal qiladi. Narsa hozir shunaqa puling bo'lmasa, o'sha gap umuman hech kimga yoqmaysan. Kerak bo'lsa boru, kam-u lekin borda shunaqa ota-onalar ham. Pul topmagan bolasini bor pul topsang bo'lmaydimi deydigan oilalar borda. Endi hayotda endi aqlu zamondamiz, shu endi hamma narsa pulda bog'liqda, masalan Shunaqa. bo'lmasa hech kim emasanda. Eng muhimdan bilasan, pul, конечно. Endi sistema shunday, sistema. Ko'p odam keyin adashtirib qo'yganda pul problema bilan rasxoddir. Problema boshqa narsa aslida. Rasxod boshqa narsa. Boshqa narsa. Agar seni problemang, muammoing pul bilan hal bo'layotgan bo'lsa, bu muammo ham, bu problema ham emasda. Bu prosta rasxod ortiqcha. Bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Shuni tushunmaydi-da odamlar. Xuddi bir hozir sizlarda bilmayman qanaqa, bizda shunaqada raqobatchi bilan dushmanlardek bo'lib qolgan bir-biriga. Raqobatchilar bir-biriga dushmandek bo'lib qolgan. Bildingmi raqobatchi nimaligini? Yo'q, bilmayman. Konkurent. Ha, konkurent. Ikkalamiz ham bitta sohani qilsak, biz raqobatchi bo'lishimiz kerak, dushman bo'lishimiz kerak emas aslida. Men bitta narsa bilasanmi, hojaga? Yana bir xil paytda, yana bir joylarda hurmat bo'lsangiz, seni hurmatingiz uchun, seni hurmati uchun bor bo'lsangiz, inson bo'ladi. Topiladigan narsa topsa bo'ladi. Hamma narsa pul xalq qilolmaydi. Mana pul xalq qiladigan joylar bor. Yana boshqa joylar hurmat. Seni hurmatingiz uchun. To'g'ri. Masalan, siz o'zingiz kom tarbiyadan, o'zingiz glavnigan oddiy odamligini, u ham tam juda muhim hayotda. Pul muhim, конечно, endi hayotdan pasti ko'p joylarda. To'g'ri, erkak kishida haybat degan narsa bo'ladi-da. Shu bir xil boya aytganingda to'g'ri, ko'p puli bor odam bor, lekin hurmati yo'q. Puli ko'p rosa, na mahallada, na oilada hurmati bor. Bir xil odamda puli bo'lmasa ham hurmati bor-da. Qanaqa borsa shu hamma o'rnidan turib keling, xush kelibsiz deb kutib oladi. Shunaqa bo'lib, agar ikki xil variant bo'lsa oldingda, boy bo'lib hurmati yo'q bo'lgandan ko'ra hurmatli bo'lib, kambag'al bo'lib yashagan yaxshiroq.